Assalomu alaykum. Assalomu Yaxshi yetib keldingizmi? Qog'ozlaringizni oling. Oching-da, mana ichida narsalaringiz. Nima uncha ko'p? Bular rengi iroskopiyaniki. Bir chekkadan ko'rsatib beravering. Bu parhezniki ekan. Yo, parhez emas, menga shu anavi kolonoskopiya yoki kolposkopiyaning xulosasi kerak. Disk kerak emas. To'g'ri. Mana kolonoskopiya. Mana bu. Rasmlari bormi yo'qmi? Rasmlar rasmlar yo'q. Yo'q, a? Так, эндоскопическая картина изолированного эрозивного колита с поражением прямой кишки и купола слепой кишки. Няк в стадии умеренной выраженности, выраженные изгибы сигмовидной части толстой kishki. Ya'ni вопрос qo'yib qo'yibdi, daliha sigma, ya'ni ichagingiz cho'zilib qolganmikan degan ma'no belgilayapti. 21-yili ham o'sha gap. Bu yerda boshida bolezn Krona degan вопрос qo'ygan, balkim degan. Bu qog'ozingiz 21-yili sentyabr oyida olingan ekan. Qarang, эндоскопическая картина, изолированный эрозивный колит с поражением прямой кишки, купола слепой кишки. Няк yoki болезнь Крона. Окончательный диагноз после гистологии. Признаки удлинения сигмовидной кишки deb qo'yibdi bu yerda. Bu yerda ham xuddi shunday. Bu 2 yildan keyin yana siz fevral 23-yili yana o'sha narsa. Hech narsa o'zgargan yo'q. Faqat bu yerda bolezn Krona degan narsa yozilmabdi o'sha. Bu yerda вопрос qo'ygan, balkim degan. Lekin daliha sigma vопросы bilan turibdi. Hozirroq cho'zilgan shekilda nimangiz, ichagingiz. Ana uni beringchi, ana rentgen qog'ozini. Holatingizni ko'ring. Shakli o'zgarib qolibdi mana. Operatsiya qilish kerak, bir chekkasini olib tashlash kerak demadimi? Yo'q, faqat operatsiya qilish kerak degandi. Bitta doktorga bordim. Ochamiz qorningni, to'g'irlaymiz, o'sha shaklni to'g'irlaymiz. Ha, shakli futbolistlarning varatasiga o'xshab turishi kerak. M shakliga qaytaramiz dedi. O'shanda bo'lmasa anaqani ham yog'inchayni o'sha yaralangan qismini operatsiya qilmaysizmi desam, yo'q, qilmayman dedi. Keyin shu bilan yana mazam bo'lmadi, boshqasiga bordim. U operatsiya shart emas, ichagi narmani shu yarani anaqasi hisobiga nima bo'lgan dedi, cho'zilib nagruska tushish natijasida axlat o'tmasligi natijasida shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin dedi. Yarani davolasak, может o'tib ketishi ham mumkin dedi. O'tib ketadi. Operatsiya shart emas, bunga operatsiyani ochadigan holatda emas bo'ladi dedi. Siz Buxorodan, a? Ha, Buxorodanman. Ismi sharifingiz? Mardonali To'rayev. Nechinchi yil so'l? 2002-yil. 2002-yil. Xo'p. Kasallik 21dan emas, ancha undan ham oldin boshlangan, a? Qaysi yili boshlandi? Kasallik o'zim ham universitetda o'qirdim, birinchi kurs edim. Hojatga chiqdim 1-2 marta, o'sha artganda qog'ozda qizil ko'rishni boshladim. Uncha e'tibor qilmadim, nima bo'lsa kerak, nima yomon narsa yeb qolgan bo'lsam kerak, achchiq narsa yeganman bo'ldi. Keyin shu bilan yurdim. Keyin o'sha 2021-yil fevral oyida ertalab birdaniga turganimda hojatga chiqis keladi. Hojatga chiqsam, shunda hojatxona yalqi, qon aralash anaqalarga to'la. Chiqqanimdan keyin uydagilarga telefon qildim, onamlar o'zlari ham doktorlarda. Bodosil gemoroy bo'lsa kerak dedilar. Endi bilmayman, hali nima protsess bo'lyapti, nima kechyapti. Keyin men bordimda, ko'chaga chiqdimda, darsdan kelganimdan keyin aptekaga chiqdimda, shu gemoroyni svechasidan oldim, bir haftami qo'ydim. Adashmasam Navro'zdan oldin edi.
fevralni 27-28larga shunaqa bo'ldiychi, bir hafta gemorroyning svechasidan qo'ydim. Shu bilan qolib ketdi. Yaxshi yurdim, anaqa yurdim. Uyga borgandan keyin onamlar xirurgga ko'rsatdilar. Xirurg ko'rdi orqadan. Bu trashena bo'lsa kerak dedi. Yani orqa zo'riqish natijasida trashena bo'lgan orqasi dedi. Qon qizilmidi yo bu qoramtir qonmidi? Qon qizil qon edi. Qip-qizil, toza qonga o'xshagan. Yo'q, toza qon emas. Yalqi sifat, yalqi nimalar to'la edi. O'shandan keyin qaytib ichim unaqa o'tmadi. Bir marta shunaqa bo'ldi. 2 kun yotib qoldim, darsga ham bormadim. Mazam bo'lmadi, faqat burdi. Keyin o'sha pankreatin, yana bir nima hazm qildiradigan bir nima, o'sha onamlar o'zlari doktor bo'lganlar uchun aytdilar, men olib ichdim deb, svecha qo'ydim bir hafta. Shu bilan yaxshi bo'lib ketdi. Yurdim, keyin Navro'zdan keyin aprel oylarida yana qanaqadir mazam bo'lmasdi. His qilardim-u, o'zimni xos his qilardim, nima qilardim-u, lekin orqa hech narsa bilintirmasdi. Orqaga bermasdi. Keyin xullas kalom aprelda ham o'sha koronavirus payti edi, payt kursdoshimdan koronavirus chiqdi, uyga ketdim. Uyda endi onam ovqatlarni yeb, sal-pal bilintirmagan menga. Keyin may oyida o'qish tugadi, uyga qaytdim. Imtihonlarni topshirishim kerak, onlayn topshirishim kerak. Faqat issig'im chiqaverdi. 40 ga yaqin issiq chiqaverdi, 39 ketmagan. Mumkincha shunaqa bo'ldi. Keyin onamlar olib bordilar, u yoqqa olib bordilar, qon analizi topshiramiz, qonimni, o'sha gemoglobin, hamma narsa anaqa bo'lib turibdi. Normal emas. Nimadan ekanligini hech kim bilmaydi. Keyin gastroenterologga bir anaqalari bordi, o'zlarini shuni oxirgi paytda sanda nima protsess bo'ldi deb so'radi, unda gastroenterolog. Aytdim, mana shunaqa bir 2 oy oldin shunaqa ichim shunaqa bo'luvdi dedi. Onamni keyin gemorroy bo'lsa kerak deb o'yladim deganlarga. Yo buni bir tekshirasiz, bir og'izdan ishlang yutadi, orqadan ishlang ko'radi buni dedi. Keyin shundan keyin olib bordilar, gastroenterolog tavsiyasiga ko'ra bordim. Mani ko'rdi, bir oshqozongacha ko'rdi, normal sog'lom emas dedi. Orqani ko'ramiz endi dedi. Klizma qildi, tozaladi, orqadan ko'rdi Buxoroda. Birinchi marta kolonoskopiyaga tushdim endi. Ko'rgandan keyin bunda dedi, yazva bor ekan, yazvini kalit dedi. Buni davolash kerak dedi. Областной больницаga yozib berdi. Областной больницада bir 10 kun yotib davolandim. O'zimga keldim, sal yaxshi bo'lib qoldim ancha. Keyin o'qishga chiqishim kerak edi, ikkinchi kursda davom etishim kerak. Keyin yana borgandan keyin yana boshladi bu. Yana boshladi. O'sha yerda keyin onamlar bir kelib ketdilar, Tashmiga olib bordilar bir doktorga. U o'sha u yerda ham salafal yana bir nimalar yozib berganda, barol yana qaytib ichasan dedi, shu nima qilasan dedi. Yana ularni ichish boshladim. Adashmasam oktyabr oyi edi. Bir oy ichgandan keyin normalni yurdim. 10 kun ichgandan keyin bir oy normalni yurdim. Keyin noyabrga bordim, yana bezovta qilish boshladi. Noyabr oxirlariga borib, keyin onam keldilar-yu, Hamrayev degan professor bor ekan, o'zi yosh bolalarni anaqa qilar ekan, klinikasi bor ekan. O'sha yerga bordim. Bir ikkita tanishlar o'sha yerda davolatishgan ekanda bolasini. Keyin Hamrayev menga aytdi, "Sen dedi, yana bir kolonoskopiyaga tushasan" dedi. Ergoskopiya ham qilasan dedi. Ichaging ergoskopiya ham qilib ko'ramiz dedi. Keyin xullas kalom bordim, Fortrans degan dori ichirishdi, ichni surar ekan-u. O'sha ichirishdi, keyin qolganiga klizma qilishdi, yana ko'rishdi, keyin yana o'sha yazmini kalitga berdi. Boleskronani ham deb berganda o'shanda, keyin to'qimadan anaqa oldi-da-yu, o'shanda ichagimdagi to'qimadan olgan ekan, ignor qilish uchun boleskronani tahlilga berdi. Boleskronani o'shanda inkor qildi keyin. Keyin davoladi professor, salofalk buyurdi, krion, keyin yana osma ukol buyurdi. Keyin salofalkni mana bunaqa suspenziyaligi bor edi. Katta hajm dozada bo'ladi. Men 10 kun davolangan bo'lsam, borardim, bir marta klizma qilardi. Keyin klizmadan keyin shu salofalkni yuborardi, katta dozadagini. Keyin Bakstems degan moy bo'lardi, o'sha iziga Bakstems degan moydan yuborardi. Shu bilan men 6-7 oy, deyarli bir 8 oycha yaxshi yurdim. 3-kursni to boshlaguncha yaxshi yurdim, 3-kursni boshlaguncha, 3-kursim boshlandi, yana bezovta qilish boshladi.
kuz oylariga borib yana bezovta qilish boshladi. Keyin yana bordim professorni oldiga. Professor ukol dori qildi, anaqa qildi. Shu bilan bilintirmadi, nima bo'lmadi. Keyin baribir qishda sal qo'zg'aydi-yu. Bor edi-yu, suyuq anaqa bor edi axlotning yonida. Yaqingacha ham shunaqa edi, shakllangan axlot chiqardi, yonida suyuq anaqalar bo'lardi, nimalar bo'lardi. Keyin shunaqa bo'lib yurdim. Keyin yana yanvar oyiga bordimda, bir davolanay deb bordim oldiga. Keyin yana bir kolonoskopiyaga tushasan dedi. Nima qilasan dedi. Yana bir kolonoskopiyaga tushdim. Oxirgi marta tushganimda o'sha 2023-fevralda edi. Davolashdan oldin tushdim. Nima qilib ko'rdi, nima qilib bu yerlar уже bitgan dedi. Faqat dedi mana ko'tariluvchi soha bor-ku. O'sha qismda bor dedi. To'g'ri ichagingda bor dedi. Ozroq qolgan dedi, yara bitmasdan dedi. Xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadi dedi kolonoskopiyada. Shundan keyin men davolandim, nima qildim. Keyin qaraydi bahorda yana qo'zg'adi. Yana ichim kelyapti, yana nima bo'lyapti. Keyin yana professorning oldiga qaytib bordim. U bir ergoskopiya qilib ko'ramiz dedi. Nima dedi? Keyin ergoskopiya qildi. Yana shunaqa holat dedi, ichagingda shunaqa dedi. Xullas kalom professorning o'zi hajga ketadigan bo'lib qoldi. Shu bilan men hech kimga murojaat qilolmagandan keyin anaqangi nima qildim. Professor ketib qolgandan keyin klinikasida hamshiralari qaradi-yu, anaqa bo'lmadi. Men ko'nglim to'lmadi. Keyin operatsiya qilamiz dedi, o'sha yog'inchani tiklaymiz, o'sha emchaklik keltiramiz dedi. Xullas kalom professordan ko'nglim to'lmagandan keyin boshqa professorni ham nima qilgandilar, o'sha boshlanish paytida unga bormagandim. Davutov degani. Davutovga bordim, u ko'rdi, ichagimni klizma qilib ko'rdi, rektoskopiya bilan ko'rardi, o'zi ko'rardi uni. Rektoskopiya asbob bilan ko'rardi, bor ekan dedi, yog'incha o'sha anaqasida dedi. Ko'rgandan keyin klizma qilib o'zi rektoskopiya asbobda ko'rdi. Keyin shu bilan nima yozib berdi menga? Flukonazol yozib berdi, metronidazol yozib berdi. Keyin unga dedi, kuchaytiruvchi osma qilasiz dedi, o'sha nima dedi? Kuchaytiruvchi osmalardan oladi dedi. Parhez tutadi bu dedi. Parhezni anaqa qilib to'g'rilab berdi. Salofalk yozib berdi. Shu bilan yana ketdim, necha oylar yaxshi bo'lib, keyin yana kuzning oxiriga yaqin yana boshladi. Yozda yaxshi yurdim, anaqa qildim, nima qilib kuzning oxirida yana boshladi. Nima qilib orada o'qishni ham tashladim, majburlikdan iloji qolmadi. Keyin kuzda yana qaytib bordim. Yana bu safar gormon yozib berdi. Gormon nomadashmasa esimda yo'q. Yarang bitkazadi dedi. Gormonni oldim, yana yaxshi yurdim. Keyin yanvarlarda bir bordim. Yanvarda yana sal bezovta qildi-da. Keyin anaqa degan dori bor ekan, osmon, Remicade degan, juda qimmat anaqa. Nima qilib, o'shandan yozib berdi. Undan 3 dona oldim, lekin u yaxshi ta'sir qildi menga. Yaxshi ta'sir qildi. Keyin o'qishga ham chiqib olib bildim. Yaxshi ta'sir qildi. Semirdim, 70 kilogramgacha semirdim. Yoz paytlari, o'tgan shu paytlar 70 kilogram edi bemalol. Ichim bir marta kelardi kuniga, sarg'ish shakllangan, hech narsa yo'q. Top-toza edi. Yaxshi yurgandim, nima bo'lib yurgandim. Keyin yana o'qishga chiqdim, shu yil yana bezovta qilishni boshladi. Yana professorning oldiga bordim. Oxirgi marta borganimda shu oktyabr oylari boshlari edi. Ko'rdi rektoskopik asbobda, yaralaring ochilgan dedi. Pesok dedi, qumday dedi, yuzasi dedi. Qumday bo'lib turibdi dedi. O'zing ham sezyapsan dedi, axlat chiqayotganini dedi. Men aytdim, shunaqa bo'lib turibdi, aytdim. Bo'lmasa dedi, metronidazol olasan dedi, dedi, Remicade olasan dedi. Keyin Remicade menga yo'qmadi o'sha ikkinchi marta olgan payt qanaqadir reaksiya berdi. Birinchisini oldim, mazam bo'lmadi, aytdim, keyin reaksiya berdi ertasi kuni. Keyin shu bilan professor qilmadi Remicade'ni, salofal qo'yasan dedi, anaqa qilasan dedi. Dorisini ichasan dedi, nima qilasan dedi, Linux ichasan, shu dorilari bor-ku, o'zing anaqa shunaqa ichib yuriysan dedi. Shu bilan ichdim. Shu bilan yana to'xtadi. Keyin orada uylanishim kerak edi, to'yim bo'lib qoldi. Shu bilan normal yurgandim. Keyin yanvar oyida imtixonim bor edi. Imtihonga topshirish uchun Toshkentga qaytdim.
birdaniga asabimni buzishdida imtihonda kompyuter ishlamay qolib, internet nima bo'lmay qolib, birdaniga asab tizimiga nimadir tegdi. Jahlim chiqdi, qo'zidim. Nima bo'lib, keyin shundan keyin o'sha kuni mazam qo'shdi sirasi. Keyin уже nima deydi, bezastanovka qatnashtirishni boshladi. Bezastanovka o'sha hojatga chiqish boshladim. 8 marta, 9 marta chiqish boshladim kuniga. 2 kun shu ahvol bo'ldi. Imtihonlarni bir vaqt topshirib oldimda uyga qaytdim. Yana salofak svecha qo'ydim, anaqa qildim, nima qildim. Onamlar o'zlari ham qaradilar, parhezini tutib yana nima qildim. Shu bilan yana yaxshi bo'lib ketdi. Ba'zida kelib turardi, mana shu hojatga chiqqanimda shu shakllangan hojat kelardi, yonida sarg'ish, suyuq bir nimalar bo'lardi ozroq. Keyin yana oxirgi imtihonlarni topshirish paytida yana shundoq imtihon oxirgi kuni edi. Kirib chiqishimdan oldin shundoq bir buradi. Shundoq hojatga kirib ketdim, shundoq qarasam, shu yalqi qon anaqa bo'lib turibdi. Keyin yana уже 7-8 martagacha qatnashtiradi. Chaqiryapti hojatga. Keyin uyga qaytdim, uyda ham ko'ryapman, vaziyat mazam bo'lmayapti. Keyin oldingizga keldim. Tushunarli. Necha marta hojat qilasiz bir kunda? Bir kunda 7 marta, 8 marta, maksimum 7 marta. 10 martagacha. Boyagi narsa, boyagi yozildingiz, ko'rdim men. Qoramtir qon, qoramtir, ya'ni xuddi ana bu vaqt o'tib ketgan va qo'y so'yilganda turib qoladi bir soatlar. O'shanaqa axlatga aralash kelyapti. Yarangiz qonyapti. O'shanaqa narsa har borganingizda shunday bo'lib tushadimi? Yoki sariq axlat kelaveradi, keyin keladimi? Sariq axlat ham keladi ozroq, ba'zi payt kelmaydi, ba'zi payt gazni o'zi bo'lyapti. Bu 7 marta tak. Endi ikkinchi savol. Qorningizni qaysi sohasida og'riq sezyapsiz? Asosan kindikdan past qismida mana qay paytda sezyapsiz? Surunkali ertalabdan kechgachami yoki faqat yozilishga oldin yoki yozilib bo'lganingizdan keyin? Yozilishdan oldin birdaniga buradi, mana shu payt sezaman. Yozilib bo'lgandan keyin qo'yiradi, yana yozilgisi kelaveradi, keyin sekin boshlaydi. Yana qo'shimcha kasallaringiz bormi shunga aloqador? Masalan, boshingiz og'rib qoladimi, ko'nglingiz ayniydimi? Endi tushkunlik bor. Bu kasaldan odam endi xuddi birga yashab kelayotganday bo'lib, toza bir charchab qolgan odamga o'xshab turibsiz. O'g'lim, meni metodikam bundayda. Yarani ichagingizni ichida axlat turadi. Har bir odamda, sog'lom odamda, masalan, o'rtacha 30 yoshdan oshgan odamda 10-12 kilogramm kaloriy zaval deydi ruschasiga, kal uyumlari yuradida ichida. Boyagi ichagingiz 1,5 metr boyagi P harfida, boyagi M harfida deganingiz bilan xuddi varatdan darvozasiga o'xshagan mana bunday yo'g'on, ancha hasbga o'xshab, o'shaning ichi to'la turadi. Ovqat yig'iladi, keyin ichakda o'zini qobiliyati bor. Ya'ni ichak mana bunaqa qilib qisadi o'zini. Bunday tirishadi. Shu tirishgandan keyin ovqat pastga yo'naltira boshlaydi. Va ko'tanning ustiga, varonkani oldiga kelib qolgandan keyin oxir massa ko'payib, sal ko'payib qolganda odam yozilgisi keladi. Miya u masalan o'sha narsani sizga nima deydi? Undaydi borib, yozil deganday. Borganingizdan keyin boyagi miyani buyrug'i bilan ko'tan ochiladi va siz yozilasiz. Yozilganingizda boyagi 10 kiloni emas, 5 kiloni emas, siz bir piyola yozilasizda zo'r. Qolgan turaveradi. Ichak to'la, tasavvur qiling, axlat. Temperatura 37 gradus. Issiq. Kecha ham turadi, undan oldingi ham turadi, undan oldingi ham turadi. Haftalab turishi mumkin-da o'sha ichida ovqat. O'sha ichida turgan narsa issiq temperaturada achiydi. Bijg'ib achiyveradi-da. O'zim ham axlatlandim. Barakalla. O'sha achiydida, hidlanib, keyin qonga so'riladi o'sha. Siz oziqlanishingiz kerak-ku. Qayerda oziqlanasiz? Chambar ichakda orqa tomonda ko'p qon tomirchalar bor. Xuddi bu pojarniy shlanka o'xshaydi. Tortadi, pompaga o'xshab. Devorning orqasida turadi ular. Mayda agar e'tibor bergan bo'lsangiz, molni ichagini qo'ydimda, pardasi bor, pardaning ichida ko'k tomir, qizil tomirlar. O'sha orqali ovqatingizni tortadi. Ovqatingizni tortgandan keyin ular masalan xuddi ana daryoga kichkina anaqa ariqchalar qo'shilib keyin daryo bo'ladi-ku. Shunaqa qilib ular bitta o'rtaga yig'ilib, bitta tomirdan, ikkita tomirdan borib turib jigarga boradi. Jigarga borgandan keyin jigarda o'zida filtratsiya qilinadi. Boyagi oziq, shira-ku endi bu ovqat shirasi.
ana o'sha shiragi oziqlangandan keyin jigar buni tozalash kerak. Jigar filtrlab qonga beradi. U ichida o'sha ovqat, endi bu qon ovqat aralash ovqat. O'sha shira ovqatni qon deb uzr. O'sha shira qonga tushadi. Qon oqib yotdi, mana tomirlar o'sha tomir ichiga tushadi. Jigar tushirib beradi. Tushirib bergandan keyin sirkulyatsiya boshlanadi. Birinchi navbatda yurak tortadi tepaga. Suv tortadi, miyaga beradi. Miya oziqlanadi, ko'ngli to'ladi, boyagi yegan ovqati chiqadi. Undan keyin tarqata boshlaydi. Ana endi tasavvur qiling. Ichingizda achib qolgan ovqatni qonga tashlayapsiz. Qondan esa miyaga boryapti. Miya esa hamma yoqqa tarqatyapti. Qisqasi organizmda miya o'zi zaharlab yotdi. Iloj yo'q, boshqa ovqat yo'q. Ichingizda turgan ovqatni va achib qolgan narsani yeb nima deydi, iste'mol qilyapsiz. Ana undan keyin tuzalish haqida qayerdan bo'ladi? Tuzalish yaraning ustki tomonidan emas, yara ham bitish uchun ovqat yeyish kerak-ku. To'g'rimi? Ichaklar ham ovqatlanadi, qoshlar ham ovqatlanadi, burun, soqol yoki teri, jigar hammasi ovqat yeyish kerak. O'sha ovqatdan yeydi. Siz iste'mol qilgan ovqatdan shirasidan yeydi. Buni mana bu kompyuter tarqatadi. Tarqatayotgan payti ichakka beradi-da, boyagi achib qolgan ovqatni. Achib qolgan ovqatni bergandan keyin ichakning yarasi tuzalmaydi-da. Ustiga boyagi ichgan salafalkiz, sulfosalaziningiz, boshqa mana dorilaringiz boyagi axlat ustiga o'rtasiga tushadi-da, eriydi-da, axlat bilan birga kirib ketadi bu yoqqa qarab tanaga. Ana o'shaning uchun tuzalolmaysiz. Oddiy-da bu bunday. Yarani tuzatish uchun mana tashqi joyingizda yara bor, tasavvur qiling. Qanaqadir iringlab qolgan, ko'p vaqtdan beri bitmayotgan yara bor. Bitmayotgan yara iringlaydi, qonaydi, har xil bir sasiydi, boshqa qiladi. Lekin ustiga sizga masalan bitta maz berilgan, shu masalan levomikol boshqa o'shani surtasan deb berilgan. Endi men surtmaysiz. Nima qilasiz o'sha yarani birinchi? Tozalaysiz. Perikis bilan tozalaysiz. Tozalab ko'nglingiz to'lgandan keyin, ichida hech narsa qolmaganini to'lgandan keyin, undan keyingina boyagi dorini ustiga siltaysiz, ustidan perivazka qilib qo'yasiz. To'g'rimi? Chunki bilasiz, bu toza bo'lsagina tirishib bitadi. Nimaga ichakda qila olmaymiz shu ishni? Nimaga ichakka kelganda xayolimizga kelmaydi shu narsa? Ichakni tozalab turib dori beraylik. Ana o'shaning uchun, shuning uchun meni yutug'im. Maxsus giyohlar 4 ta 5 ta komponentdan iborat giyohlardan qaynatma tayyorlanadi. Damlama emas, qaynatma. Qaynatib bo'lib, boyagi qurigan giyohdan shirasi chiqqandan keyin doriga sizdirib olib, qaynoq keldi. Paqirga solib, undan keyin ustidan sovuq suv solib, temperaturasini 37 gradusga to'g'irlab, ichingizni yuvib boshlayman. 5 litr dori bilan. Ichingizga kirib, aynalib chiqib kelaverish kerak. O'shanaqa qilayotgan paytda nima doktor aka, masalan, bu narsani qanday qilaman? 5 litr ko'p qo'y, hech narsa qilmaydi. Paqir ushlab turiladi orqangizdan, sig'magan joyini obratkasi kelaveradi. Bemalol oldingizda o'tiraman, shu paqirga qiyshaytirib astagina chiqaraverasiz. Lekin iloji boricha sekin chiqarishga harakat qilasiz. Chunki iloji boricha boyagi joyni yuvib chiqarish kerak. Axlat yuvilish kerak. Yara ochilish kerak. Bugun yarani ertalab ochdim. Sizga ovqat bera boshladim. Sizga o'sha yarani bitkazayotgan maxsus dori bera boshladim. Bu ham giyohdan iborat qilingan, tayyorlangan, ko'p yildan beri tajriba qilib men dori tayyorlayapman. O'sha dorini odamlarga bu yerda tayyorlab qilyapman. Icha boshlaganingizda boyagi toza joyga tushgandan keyin yara yig'ila boshlaydi. Atrofdagi hujayralar jonlana boshlaydi. Chunki berayotgan dorim o'shanaqa ta'siri bor. Yig'ila boshlaydi. Faqat buni sharti yara toza turishi kerak. Kechgacha 4 stakan ichasiz. Ertalab esa yana klizma qilinib, yuvib tashlanadi. Har kuni paqirga yozilasiz, paqirda nima o'zgarayotganini ko'raveramiz. Oxiri siz aytayotganday axlat sariq rangga kirib, shakllangandan keyin mana bu yeringizdagi og'riqlar mutlaq yo'q bo'lib ketgandan keyin, 1,5 kilo, 1 kilo vest yig'a boshlaganingizdan keyin demak o'sha tuzalyapsiz. Peshat bosib bermayman, falon kuni siz tuzaldingiz, ketavering bo'ldi deb. Siz o'zingiz shikoyatingiz yo'qligini aytasiz, ana o'shandan keyin ikkinchi rolik olinadi. Tushunadimi? Bu necha marta telefonda ham aytdim. Necha martadan keyin bo'lishi mumkin bu?
Odamlarga telefonda tushuntirib aytaman man masalani. Bu yerda do'stlarim, masalan, uka, aka, singil, tushuninglar, kasal o'zlaringniki. Kasalni o'tkazib, oxirgi darajada taqalib kelganda kelyapsizlar. Uni mendan talab qilishlaring noto'g'ri, 10 kunda tuzatib bering deb. 5 yildan beri kasal bo'lgan odam, bir xil 20 yildan beri kasal bo'lgan odam ichi o'rganib qolganda, 1 yil, 2 yildan beri unga qandaydir vaqt kerak-ku tuzatishga. Больницада ham xuddi shunday-ku. Falon vaqtda tuzaladi deb turib, qatnab tuzalib olasiz. Agarda masalan 10 kunlik lecheniyaning o'zida boyaga aytgan narsalarim ijobiy bo'lib turib, zo'r bo'lib qolsa, demak, omadingiz bor. Siz kam xarajat bilan ishingiz bitdi. Faqat uyingizga berib yuborayotgan klizma qilinish kerak bo'lgan giyohni berib yuboraman qo'lingizga, 1 oylik qilib, 1 oy davomida klizmani qilib turaverasiz. Normalniy bo'lib o'zingizga kelsangiz, faqat telefonlashib turamiz, ishingizni qilib yuraverasiz. 6 oy parhez. Parhez bu siz yegan parhez emas, bu bizning normalniy ovqatimiz, odamlar yeyotgan ovqatdan. Parhez deganda buni hamma chetlab tashlaydi. Yo'q, sizga ozuq kerak. Siz avtomobil benzinsiz yurolmaganda sizga xuddi mana yoqilg'i kerak-da. Bo'lmasa qayerdan oladi boyagi miya ovqatni? Shuning uchun normal, faqat bu yerga dudlangan, achchiq, sho'r, yog'li va hokazo narsalar kirmaydi va meva kirmaydi. Meva mutlaq mumkin emas 6 oy ichida va sut qatiq. Bu ham achitqi hisoblanadi. Ichingizda ko'proq achitib yuborayotgan narsalar yemasligingiz kerak. Sho'rva, mastava, golubtsi, yegingiz kelsa manti yeyishingiz mumkin. Osh yeyishingiz mumkin. Ma'lum miqdorda, yengilroq formada. Osh deganda choyxona palov qilib, dumba yog' emas, просто oddiy semishkamlarga qilingan osh. Miqdor kamroq. Bu kishi 2 kosa yeydigan bo'lsa, siz yarim kosa yeysiz. Muhimi, mana bunga ovqatini berib turing xohlaganini. Shunda bu sizni tanangizni o'zgartira boshlaydi. Hamma yoqdan qisib qo'ysangiz, bu ham garang bo'lib qoladi, miya ham. Mana shu oddiy narsa. Shuning uchun mana keldingiz, 10 kun lecheniya. 10 kun lecheniyada Og'zaki so'raganimda, Farun aka mana shu 60% tuzaldim. Kelganimga nisbatan ancha yaxshiman. Lekin 60% tuzaldim desangiz, indamay ketaverasiz. Farun aka bir 80-90% tuzaldim desa, oldimga o'tirasiz. Unda siz bu yoqda o'sha shu yerda o'zida ham asta-sekin boyagi tozalab turibsiz-ku uyda ham. O'sha asta yara bita boshlaydi. Chunki men protsessni boshlab yubordim-da. Tozalab ovqat berish. Ichak tozalab ovqat berish. Ichak tozalab ovqat berish. Shunda toza ichak turaversa, boyagi yara top-toza bo'lib tursa, boyagi ichgan даже dorilaringiz, klizmaga berilgan dorilarim ham boyagiga ta'sir qilaveradi. Organizm o'zi tuzatadi o'zini. Esingizda bo'lsin. Yarani tanani o'zi tuzatadi. Biz faqatgina qo'lingizga beramiz. Siz esa uni ichib yuborasiz bo'ldi. Naryoqqa borib turib, qo'lingizni og'zingizga tiqib, boya yarani ustini bunaqa ish qila olmaysiz. Yara o'zi bitadi, ichkariga tashlab yuborishingiz kerak. Keyin Allohga tavakkal. Qayoqqa jo'natadi uni? Chap qo'lga boradimi, o'ng oyoqqa boradimi, uni xudo biladi. Lekin yaxshi gumonda bo'lib turamiz, yaxshi bo'lsin deb mana shu. Ko'rdingizmi? Yara tuzaladi. Shuning uchun mendan rezultat bor. Odamlardan so'rayman men kelgan paytda, больницада yotdim deydi. Gastroenterologiyada, proktologiya больницасida yotdim deydi. Как раз shu kasallik bilan shug'ullanayotgan больницада yotdim. 10 kun yotdim, uradi yaxshiman deydi, lekin mana bo'lib qolyapti, yana qayta deydi. Xo'p, mayli, savol. Nechta odam tuzalib ketdi shu yerda? Birontasi bormi shu tuzalib, yaxshi bo'lib ketib shu yerda? Shunga havas qiladiganing bormi? Yo'q-a? Barakalloh. 1 oy kuzatyapsiz, 2 oy, 5 yildan beri yuribsiz-ku siz. 5 yildan beri bironta odamni ko'rganingiz yo'q-ku. Keyin siz izlanyapsizda, kompyuterga kalit deb yozyapsiz, men chiqyapman. Men rezultat ko'rsatyapman. Bitta ko'rsatyapman, ikkita ko'rsatyapman, 10 ta, 15 ta, 100 ta, 150 ta, 200 ta. Ro'para o'tirgan odamlarni, masalan, ana yerda tayyorlab, endi mana bu video uchun siz shunday gapiring, mana bunday qiling demaymiz-ku. Tuzalgan odam tuzaldim deydi. Mana aytayotgan gapim shu. Shuning uchun tayyorman, aytganingiz vaqtida kelaman, bilaman, o'zim masalan bir martada yaxshi bo'lmasligim ham mumkinligini bilaman, bo'ynimga olaman desangiz, telefonda aytdim, o'shanda keling dedim. Lekin dedim bir kelishda davolanmagandan keyin yerga borib turib,
bu odamga boruvdim, yaxshi bo'lmadim, bir 10 kunda bo'lmadim degan sassiq gapni qilayotgan bo'layotganlar ham borda. O'shaning uchun aytyapman. O'sha masalan shunaqa narsa bo'layotgan bo'lsa kelmaganiz ma'qul. Men tinchligim kerak menga. Qo'limdan keladi, faqatgina o'zi ixtiyor etsa, o'zi xohlasa, o'zi oxirigacha yetkazaman shu odamga qilyapti shu. Birovni sal tezroq qilib beryapti, birovni sal sekinroq qilib beryapti. Bu kasallikni davolanishi faqatgina bu kasallikni cho'zilib ketganiga, og'irlashib ketganiga bog'liq. Tushunsa, unda men nima qilaman? Davolashni boshlayman. Agar shu holatga ko'nsangiz. Ma'qul-a? Ma'qul. Ha, barakalloh. To'g'ri tushuntira oldim. Hamma savollar, biladigan narsalaringizni o'zi aytilayotgan narsani bilib oldingiz. Birinchi mana bugundan boshlab lecheniya boshlanadi. Xudo xolasa, hozir bugun 19 mi? 19-iyun 2025-yil. Bugun lecheniyada faqat dori ichasiz. Ikki xil dori beriladi va ikki xil dori ertalab beramiz zavtrak bilan birga, obedda beramiz zavtrak bilan birga, kechqurun beramiz zavtrak bilan birga, keyin soat 9 dan 9:30 gacha birinchi dorini 4-marta beramiz. Asosiy dorini. 4 marta dori ichasiz. Ertalab esa ichingizni yuva boshlayman. Yuvib bo'lganimdan keyin yana xuddi shunday davom etaveradi. Va har kuni nazorat qilib, paqirda yozilganingiz qay holatda o'zgarayotganini nazorat qilaman. 10 kundan ziyod davolamaganim charchab qolasiz. Odamni tinkasi qurish kerak emas, odamni tetiklashib boraverish kerak. Salgina ziyodroq davolab qo'ysam, odam shalpayib qoladi. Keyin yana o'ziga keltirish uchun ancha vaqt kerak bo'lib qoladi. Shuning uchun 10 kun yetadi. Shoshish kerak emas-da, muhimi. Bu kasallikni men davolab beralaman. 100% garantiya beraman, davolab beralaman. Faqatgina onkologiyaga aylanib qolmagan bo'lsa. Yo'q hozir onkologiyangiz, Xudoga shukr, Crohn ham yo'q bu yerda. Prost oddiy kolit. O'sha kolit davolanadi. Faqat muddatida. Qay muddatida? Bilmayman. Tushunarlimi? Sabr qilib 2 marta kelasiz, 3 marta kelasizmi? Sabr qilib kelaversangiz, unda iloji bor. Kecha yaqinda 3 marta kelib davolanib, 3-martasida ham ozroq shilta bo'lib turgan bir kelincha so'rab qoldi-da. Endi qiyin-da 3 marta kelib davolangandan keyin yana oxirigacha yetmagandan keyin bo'ldi. Masalan, yozilish kamaydi, qorin og'rig'i ancha pasayib qoldi. Darajasiga yetdi, bir 70% ishim bitdi. Har aka mana bu bir videoda ko'rsatgan odamingizdan shuni gaplashsak. Men bo'pti deb, shu yerda turadi. Chaqirdim, 15-yil yotgan. 15-yil keluvdi. 30 marta hojatga chiqayotgan bola edi. Hammasini qog'ozga tushirib, yozdirib, videoga olib qo'ygan edi o'shanda. Keyin o'sha bolani davoladim. 60 kun davoladim. 10 kun bo'lib boyagidek. Mana hozir shu yigit keldi keyin kechqurun. Ikkita bemorim o'tiribdi, oldiga o'tkazib qo'ydim. O'zlarini hangama qilib. 57 kilo bo'lgan bola 107 kilo bo'lib kelgan. Baquvvat u. Motivatsiyaga keldim dedi, kulib parnaka dedi. Men kelib tushundim, mana ko'rsat o'zing dedim. Senda gapirishing hojati yo'q, o'zingni ko'rsat dedim. Ko'rsin, havas qilsin bularım dedim. Keyin ular savol javob beradi. Yaxshi yuribsizmi? Qorningiz og'riyapti, boshqa bezovta bo'lmayapsizmi? Axlatingizda boshqa naqa yo'q dedim, mana oyda yuribman. Faqat dedi bitta narsa dedi. Shu odam bo'lmaganda o'lib ketardim dedi. Aniq dedi. To'g'risi o'sha kasalga o'xshab turib 30 marta men chopayapman degan odamni undan keyin ko'rmadim. Bu degani xonadan chiqmasdi-da, qarshi xonada edi. Chunki u yoqqa yetib borish o'zi bo'lmaydi 30 marta bo'lgandan keyin. Xonani o'zida 30 martani keyin 24 martaga tushirdim 10 kunda, undan keyin 18 ga tushirdim. Mana shunaqa qilib, oxirida davolab berdim. Mana 15 bugun 25. 10 yildan keyin xonadonimga kirib keldi. Ularga motivatsiya berish uchun. Shulardan nechta bor? 2 yildan keyin uydan yozib borgan andijonlik mana bu yigit ham bor. O'sha yerda proktolog, xirurg jo'natuvdi uni. Barnaka shu kesmayak shu yigitnikini iltimos qilib bering o'zingiz deb. Mana kesmadiga qilib berdim. 2 yildan beri bemalol yuribdi.
2 yildan keyin video tashlab berdi o'zi u yoqda o'tirib. Mana yaxshiman, Xudoga shukr deb. Yana bittasi Rossiyaga ketdi. 1 yildan keyin yozib tashlab berdi videosini o'zi. O'zlari chunki kelmadi undan keyin. Video tashlab berdi. Yaxshi bo'lib qoldim, Xudoga shukr. Mana endi bemalol yeyapman bu narsani deganim. Shular qatori siz ham yaxshi bo'lasiz. Faqat mana bunday irodani mahkam qilib tushkunlikka tushish kerak emas. Tajribam katta o'g'lim. Ko'p yildan beri bu kasal bilan shug'ullanaman. Yutqazib qo'yganim yo'q, lekin hafsalasi pir bu boyagidek qilib chidamay 10 kun davolangandan keyin shu 10 kunda bo'lmadi deb turib nima deydi, bu odamga men yaxshi bo'lmadim degan odamlar bor. Lekin bularga ham men tushuntirib beryapman, bu kasalning o'zingdek axir. 10 kunda bo'lmasa 20 kunda bo'lishi kerak, 30 kunda bo'lishi kerak. Shuning uchun kelayotgan paytda o'shanaqa narsalarni aytib qo'yishga shartda meniki. Bu aytayotgan gapim shu. Xudo xolasa, Allohning o'zi bir izn bersa, davolab beraman. Lekin qilyapman, Xudoga shukr. Sog' bo'ling. Yaxshilab oldingizmi? Yaxshi, rahmat. Tak. Shu. Qandaysizmi? Bermasa? Ma'lum. Tak, 19-iyun 2025-yili Tog'ay Mardonali, Buxoro viloyati, Jondor tumani. Endi kalit bilan kelgansiz. Изолированный эрозивный калит с поражением прямой кишки и купола слепой кишки в стадии умеренной выраженности. Так. Qancha bo'ldi bu kasal bo'lganingizga? 5-yil ketyapti. 5 yildan beri. Tak, men kuniga 10 martalab hojatga boraman. Iring sliz bor. Shilimshiq bor. Kindikdan pastda og'riq bor. Oxirgisi nima? Oxirgisi suvsizlanaman. Suvsizlanaman degani nima suv? Chanqayman degani. Ha. Tak, 10 martadan nima o'zgardi? 10 martadan 5-6 martaga tushdi. 5-6 marta. Ring bilan qon yo'qoldi. yo'qoldi. Axlatni rangi. Shoshmang. Axlatning rangi yog'liqdan yog'siz ko'rina boshladi. Nima uchun bu muhim? Agar yozilayotganingizda yog'li bo'lib turaversa, demak oshqozon osti bezingiz ishlamayapti. Sizdagi vitaminlarni masalan parchalashga kuchi yetmaydi-da, yog' o'sha qanday kirgan bo'lsa, o'shanday tashqariga chiqib ketaveradi. Siz organizmingizga yog'ni ola olmayapsiz. Bu axlat bilan tushadi. Agarda oshqozon osti bezi o'ziga kelib ishlay boshlasa, axlatingiz yog'sizlana boshlaydi-da va siz tanangizga yog' kiradi. Yog' muhim. Yog'siz bo'lmaydi. Chunki B gruppa vitaminlari hammasi yog'da parchalanadi. Yog' ishtirokida parchalanadi va tanangizga kiradi. Organizmga nima kerak? C vitamin, B vitamin, D vitamin. Ko'rasizmi? Shularda hammasi bu nimada hujayralarning barpo bo'lishida ishtirok etadi. Mana hozir bundan Xudoga shukr, buni uddasidan chiqdi. Hojatga chiqishingiz pasaydi, kamaydi 5-6 martaga. Kindikdagi pastda og'riq bor degan joyingizga qadalang. Og'riq yo'qoldi. Og'riq yo'qoldi. Suvsizlanishchi? Suvsizlanish ham yo'qoldi. Tomog'im qurib turardim-da ertalab. Demak, o'zingizda bir 10 kun keldingiz, ketyapsiz. Qanday his qilyapsiz o'zingizni? Yaxshi his qilyapman ancha. Bekor kelmadingizmi? Adashib kelib qolmadingizmi? Yo'q. Yo'q, to'g'ri topib keldingizmi? To'g'ri topib keldim. Afsuslanmaysizlar kelganingizga? Yo'q, afsuslanmayman. Baraka toping. Hozir uyga borganingizdan keyin mana bu sizga bonus.
Bu zveroboy. Ruschasiga, dala choy o'zbekchasiga. Bu bizni zubtrum. Ruschasiga podorожник. Bu Karaduba. Va undan tashqari moychechak. Ruschasiga ramashka. Buni hammasini uyga borgandan keyin maydalaysiz. Мясорубкаdan katta tishidan o'tkazsangiz bo'ladi. Sekin maydalab bitta konteynerga solasiz. Mana bu donivordan 10 ta kerak. Bundan 10 tasini solasiz ichiga. Buni aptekada arzimagan pulga olasiz. Hamma joyda bo'ladi. Bularni hammasini maydalab bo'lgandan keyin aralashtirib qo'yib qo'yasizda va 2 osh qoshiq 1 litrlik kastrulkaga solasiz. 2 osh qoshiq to'ldirib boya konteynerdan. O'sha 10 ta soldingiz Karadubadan. Bunda mana 9 ta 10 ta emas, mana bitta tashlab beryapman. Soldingiz, keyin 1 litr suv qo'yasiz. Yaxshilab qaynatasiz. Tamil choyga o'xshab rang chiqsin. Shunchalik kamayadi. Ozroq suv qo'shib qo'ysangiz ham bo'ladi. Undan keyin sizdirib, ko'rdingizmi paqirimni? Plasmas paqir. Shunga o'xshagan paqirchaga solasiz. Solganingizdan keyin qaynoq endi. Oddiy suv bilan, bilmayman sizlarda suv qanday, bizda suv yaxshi. Olasangiz mana baklashkada Buxoroda sal sho'rroq shekilli. Agar normalniy bo'lsa, oddiy suvdan solasiz. Bizni o'zimiz suvni ishlatamiz. Yo'q bo'lsa, boyagi baklashkadan suv solasizda. Temperaturasini 37 gradusga to'g'rilaysiz. Ya'ni tirsak kuymasin. Tushundingizmi? Sovuq bo'lib qolmasin. Boya ko'rsatdim-ku bir kun, qo'lingizni botiring deb. O'sha iliq holatda. Ana o'sha bilan klizma qilasiz. Klizma nima uchun uyingizda kerak? Axlat ichingizda turib qolmasligi kerak. Axlat turib qolsa, bijiy boshlaydi. Hamma narsani yegan ichganingizni hech qachon yozilolmaysiz. Ichingizda turaveradi, haftalab, oylab yuradi. Ana o'shanaqa narsadan bartaraf bo'lsin, 3 kunda bir klizma, 2 kunda bir klizma. Yig'ishtirib turaverasiz. Yara ochilib qolishi kerak joyi. Pustoy joyi bo'sh turish kerak. Ana o'shandan keyin boyagi yara qolgan joyi ham bita boshlaydi. Shundan keyin boyagi 4-5-6 marta yana pasaya boshlaydi. Mana shu qilayotgan ishimiz. Tushunarli? Savol-javob через telefon orqali. Unday bo'lyapti. Yana boshlandi yoki boshlanmadi. Yaxshi bo'lyapti, yaxshi bo'ldim degan gaplarni qilib turaverasiz. Men ko'taraman trubkani, faqat bilasiz, qay vaqtda telefon o'chib turishini. Bilasiz, mana bu masjidga ketgan payt telefon o'chib turadi. Bo'ldi, qolgan payt ishlaydi. Mana shu. Oxirgi savolim, mehnatimdan rozimisiz? Roziman. Xarajatingizdan rozimisiz? Roziman. Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi yetib boring, sog' bo'ling. Va bundan keyin o'zingizni ehtiyot qiling. Sovuq suv ichish mumkin emas. Iliqqina suv qilishingiz kerak, termosga tayyorlab qo'yishingiz kerak. Qaynagan, qaynamagan qat'iy nazar, farqi yo'q. Va uni boyaga toza suv bo'lsa bo'ldi. Iliqroq holatda bo'ldi. Shu bilan 5-6 yurasiz. Meva-cheva, sabzavot, hech qanaqa xom narsada o'zingiz tiyasiz. Ayniqsa qovun tarvuzdan. Tushunarli? Mana shu shirinlikdan o'zingiz tiyasiz. Mumkin emas. Sut qatig'i mumkin emas. Faqat pishgan ovqat. Xohlagan ovqatingizni chiroyli qilib iste'mol qilavering. Ko'proq nimaga e'tibor? Dimlamalarga. Chala pishgan bo'lsa, masalan, yaxshi chiroyli qilib o'sha dimlama hazm bo'ladigan narsada u. Bular bergan ovqatlarimga boyagidek shunaqa qilib yeb yurishingiz yaxshi bo'ladi. Grechkadan qochmang. Grechkani tarkibida kaliy juda ko'p. Kaliy nimaga kerak? Ichagimizni devorini mahkam qilish uchun kerak. Bu sementday narsa bu. Guruch nimaga kerak? Guruch pishgandan keyin tovon tozalaydigan toshga o'xshab qoladi. Gavay bu. Ichingizga tushgandan keyin boyagi chetda devorda turgan iring shiltalarni o'ziga yig'ib oladi-da, musor qilib chiqarib ketaveradi. Boshqa narsasi yo'q bu guruchdan. To'q tutish mumkin bo'ldi, lekin bir foyda tomondan именно mana bu xuddana uborchisiga o'xshab ichingizni tozalab chiqadi. Shuning uchun men guruch beraman, grechka beraman. Makaron berganim yo'q.
E'tibor berdingizmi? E'tibor bering. Ha, makaron berganim yo'q. Chunki bir xillarini yeysizlar, bir xillarini yeyolmaysizlarda. Qorinlaring dam bo'ladi. Shuning uchun bermayman. O'zimizda turadi, lekin shu hamisha bor bu narsa. O'zimiz pishirib yeyishimiz mumkin. Yegingiz kelsa pishirib yeyverasiz. Tushunarli. Tushunarli? Suyuq ovqat albatta kuniga bir marta bo'lishi shart. Mastava, sho'rva, голубцы, teftil sho'rva va hokazo. Suyuq. Qolgani kechqurun quyuq, ertalab quyuq. Tushunarli. Mana asosiy shu. Sog' bo'ling, yaxshi kutib Rahmat, sog' bo'ling.